Assalomu alaykum. Men hozir sizga rasm ko'rsataman. Rasmda qaysi futbolchiligini topishingiz kerak. Birinchisi. Bu qayerda bu? Stadionmi bu? Bu Chelsea stadioni shekilli. Shekilli. Bekorga tish berilmagan. Ya javonda mani e'tiqodim yo'q. Argentina bu anaqa bayrog'i. Kofe. Tishmiz. Ha, bu Zubastik bo'lsa kerak. Ronaldinho yo'q, emas. Argentinalik o'yinchi bo'lishi mumkin bu. Suarez. Uruguay, to'g'rimi? To'g'ri. Bu oltin to'p olganlarda, demak shundoq bo'lganidan keyin bu tog'lar. Afsonalardan bittasi. Mazgovoy. Yo'q, bu chet el futbolchilaridan. Chetgimi? Messi. Aka. Ha, bu Braziliyada. Braziliyada katta Ronaldomi deyman, shunaqa. Orasida deyman, kechirdilar. Ronaldinhomi? Ronaldinho. Ha. Men aytaman-ku, anaqa Chelseadan ko'proq savol bo'lsa bo'lardi yoki Paxtakordan, mayli. Italiya. Shvetsiya. Bilmadim. Ibrahimovic. Ha, Ibrahim. Bu magnitofonmi, nima bu? Magnitofon. Bu Rolton. O'sha futbolchini adasi.